To'xtang, Ulug'bek. An'anamizga sodiq qolgan holda kommentariyaga so'ralgan Yuto traktorlarini hamda 82.1 va 892-952 traktorlarimizga konkurent ishlab chiqarilgan Yevro standartlarga javob beradigan Yuto traktorlarimizni obzorini qilsak-chi? Qani ketdik. Assalomu alaykum bizning qadrdon kuzatuvchilarimiz, YouTube kuzatuvchilarimiz. Mana bugun biz Yoto traktorlarini 804 va 904 traktorimizni obzorini qilamiz Abbos aka bilan birga. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Bugun o'sha an'anaga sodiq qolgan holda kommentariyada so'ragan akalarimiz uchun maxsus 904 va 804 traktorlarni batafsil obzorini va narxlarini, xarid qilish usullarini oxirida batafsil to'xtalib o'tamiz. Aka, Saxon X va Belarus traktorlarini 70-76 qatorga tushgan bilan mashhur. To'ppa-to'g'ri. Bu traktorlarimiz xuddi shu qator orasiga tushadi. Mana shuni batafsil tushuntirib bersangiz. To'ppa-to'g'ri, hozirgi kunda fermer akalarimiz ko'plab traktor olmoqchi bo'lgan akalar ikkilanib yuribdi. Qator orasiga tushadimi, nechiga tushadi degan savolga ham birdaniga javob berib o'tamiz. Traktor boringizga tashrif buyuring. Yuto 804 traktorimiz zavodskoy 76 qator orasida turibdi. Hozir xabaringiz bor, paxtada, bundan tashqari ekinlar hamma joy 76-70 sxemaga o'tdi. Buni bemalol 70 ga ham to'g'rilasa bo'ladi. Bundan tashqari mana balonni o'zidan kelib ko'rishingiz mumkin. 5 yana ko'payib 90 ga ham tushirsa bo'ladi bu traktorlarimizni. Bemalol ikkilanmasdan 804, 904 kelib, traktor Yoto traktorlarimizni xarid qilish mumkin. Albatta, ikkilanmasdan kelib qator orasiga bemalol tushadi. Akalarimiz so'ragan. Bu traktorimizni bir batafsil obzorini qilib o'taylik. Ulug'bek, unda Qani ketdi aka. Yuto 804 traktorimiz minimal 86 kuchidan boshlanadi. Buni kapot tagida ko'rishingiz mumkin. Akkumulyatori ham oldiga chiqqan. Oldiga chiqqanligi ham yaxshi. Ko'plab traktorlar orqada massalarni uzib ajratish juda noqulayliklar tug'dirganligi sababli endi oldiga qo'yilgan. Oldi radiatorlari, bunga antifriz. Hozirgi zamonaviy texnikalarda hammasida antifriz ishlatiladi. Radiatorlari ham oddiy radiator emas, alyuminiy ishlab chiqarilgan. Bundan tashqari yana ko'rishingiz mumkin, apparat qismlari oddiy apparat, farsonka hisoblanadi, salarga tanlamaydi. Baribir akalarimizga maslahat, qancha yaxshi salarga quyib yursa va filtrlarni vaqtida almashtirib yursa, traktor o'shancha uzoq muddat xizmat qilib beradi. Aka, bu Yoto traktorimizni servis bo'yicha haqida gapirib bersangiz. Ko'pincha fermerlarimiz ikkilanadi servis bo'yicha. Belarusda hamma joyda zapchastlari bor, servisi bor deshadi. Yoto traktoridan ham o'tib ketsangiz. O'zbekistonda yagona bo'lgan Yuto traktorlarini servis sentri Traktor Boruzda bemalol mana ko'rishingiz mumkin. Akalarimiz bor, o'zi Qabulla akamiz aynan Yuto traktorlarini Xitoyga borib, o'zlari O'zbekiston sharoitiga mos komplektatsiyasini tanlab olib kelishyapti. Balonlari, salon qismlari, o'sha apparat qismlari ham maxsus Traktor Boruzda hozirgi O'zbekiston sharoitiga javob beradi. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Zapchas masalasiga kelsak, zapchas do'konimiz bor. Bundan keyin hamma filiallarimizda ham sekin-sekin ochilyapti. Bozorlarga ham o'zi Yutoni zapchaslari chiqib bo'ldi. Sababi o'zi Yuto mashhurlik darajasiga endi erishyapti. Demak, zapchasdan muammo bo'lmaydi endi. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Albatta. Shu ishda 25% boshlang'ich to'lov. Boshlang'ich 25% bilan 1 yildan 3 yilgacha to'lov grafiga har 6 oyda bir qilib chiqarib beramiz. 1 yilda 2 marta to'lab yuraveradi. O'sha paxta, g'alla sezonga to'g'rilab beramiz. Naqd pulga olsa-chi aka? Naqd pulga narxiga keladigan bo'lsak, 804 modelimiz 330 million so'm hozirgi kunda. Yana buni kelishtirib beradigan joy bor. Albatta kelib, bonuslari bor. Bundan tashqari yana skidka qilib beradigan joylarimiz bor. Naqd pulga olishsa. Albatta. Naqd pulga olishsa, kelishtiradigan joylari bor. Qani aka, endi salon bo'yicha ko'rsatib ketsa. Albatta, hozir mana baklari ham kelib oddiy emas-da, bu ham ishlab chiqarilgan materiallari ham oddiy, bir martalik narsa emas, bir sezonlik narsa emas-da. Kelib bemalol sinab ko'rishlari mumkin. Hattoki baklarga ham mana ko'rishingiz mumkin, kalt qo'yib ketgan. Bu yerdan zamogi bor. Traktor akalarimiz 24 soat ishlab, juda ham ko'p ochiq qoldirishi mumkin, nimadir qilib qo'yishi mumkin. Salarkani o'g'irlatib qo'ygan joylari ham bor. Kalt O'shaning uchun kalt bilan ochiladi. Shu detallarni ham o'ylab ketishgan. Hamma detalni o'ylab ketishgan. Bunda batafsil bir obzorni qilamiz salonda. Endi salonni aka bir o'zingiz ko'rsatib bersangiz ishlarini. Salon qismiga keladigan bo'lsak, traktorimizda zadniy kameralari bor. Mana zadniy kamera
albatta kechqurun ishlashga juda ham qulay. Orqada bir o'zi bemalol ko'tarib tushirib, zadniy kamerada qorong'ida ham ko'rib ishlashlari mumkin. Konditsioner, magnitola, bundan tashqari konditsionerni yoqtirmaydigan akalar uchun qo'shimcha yana ventilyator ham qo'yilib ketilgan. Hozir bitta buni ovozini eshitib ko'ramiz. Traktorimiz mana hamma datchiklari joy-joyida. Bu tarafda salarka, suv, yog' hammasini ko'rsatadi. Tezligi 30 gacha chiqadi. Dalida yana yurishi mumkin. Juda chaqqon hisoblanadi traktorimiz. Bu 804 modelimiz. Bu orqa elektrochas gidravlika qismlari. Bu qopda bonusiga traktorimizda ancha-muncha narsalari bor. Barlari ham mana qo'shimcha yana passajirni o'tiradigan joylari bor. Hattoki mana ko'rishingiz mumkin sigaretga. Aka, salon qismini ko'rsatdik batafsil. Endi naveskasiga o'tsak. Orqa naveska hozirgi kunda mana elektrochas va gidravlika qismlari zamonaviy agregatlarga bemalol tushadi. Orqa naveska qismini mana qo'lda ham traktorchi akalarimiz ko'plab o'zlari bir kishi ishlab qoladi. O'shanda naveska qismini ham bemalol tushirib ko'tariladi. Orqa naveskasiga keladigan bo'lsak, bartovoy hisoblanadi. Bartovoy qismi ham mustahkam, lazer tekkan joylari yo'q. Quyma, zavodskiy naveskasi ham. Ko'p joylarda ko'rishingiz mumkin, ko'p traktorlarda naveska qismi ulanadigan joylari ko'pda. U ulanadigan joylari bu mustahkamligini kamaytiradi. Orqani vomlari 540 ga 1000 оборотda bemalol ishlaydi. Ichida buni ikkitalik silindrimiz bor. Silindri 2 tonnagacha bo'lgan agregatlarni bemalol ishlatadi. 804 86 kuchli traktorimiz. Balonlari narxini aytib ketdingiz aka? Albatta, narxi 330 million so'm. Balonlari ham albatta oddiy. Shu traktorda ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga bog'laning. Aboski o'zlari xizmatda bo'ladilar. Albatta, xalqimiz uchun, akalarimiz uchun biz doim xizmatdamiz. 24 ga 7. 24 ga 7, xudo xolasa. Yetib qo'ydi, gapirib qo'ydingiz aka, 24 ga 7. Albatta, 24 ga 7. Bo'ldi, endi polностью xizmatdasiz. Albatta. Albatta, bemalol kelib, xarid qilsangiz bo'ladi. Va shu videoga like qo'yib qo'ying va obuna bo'ling. Obuna bo'lishni unutmang. Bu videoni boshqa ko'rmasligingiz mumkin. O'shaning uchun albatta obuna bo'lib qo'ying. Qani ketdi. Bundan keyingi traktorimiz 804 traktorimizning akasi hisoblanadi. 904 modelimiz, 96 kuchi traktorimiz, 67 kilovatli 96 kuchi traktorimiz. Oldida toshlarni ko'rishingiz mumkin. Buni albatta motorini bitta ko'rsatmasak bo'lmaydi, Ulug'bek. Yo'q, bo'lmaydi aka. Albatta ko'rsatamiz. Kapotni ochilishi boshqachada. Ikkitalik silindr. Hamma modelida ikkitalik silindrdan qo'yilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Oldida zashnilari ham bor yana. Bundan tashqari radiatorlari ham oddiy emas. Buni 804 modelini ham 904 Yutolarda deyarli barcha modellari gidrobachok, naveska qismi, korobka, moylari alohida bachokda turadi. Sababi aynan bizda O'zbekiston sharoitida, qishloq sharoitida telechkani ulaganda, ko'tarib tushirayotganda moy aralashib ketadi deydi. O'shanda juda ko'p anovlar korobkaga o'tib aralashib ketgan joylari bor. O'shaning uchun maxsus o'sha injenerlarimiz, glavniy injenerlarimiz borib alohida bachokka qildirib keldi. Antifriz qismlari ham antifriz. Bu filtrlari ham tepaga qo'yilgan. Sababi chang pastda ko'p bo'ladi. O'shaning uchun tepada qog'ozli ham bor, mo'yshlisi ham bor. Bachoklari ham ko'rishingiz mumkin. Bachoklari ham oddiy ishlanmagan. Albatta buni salon qismiga o'tamiz. Salon qismini bitta. Shu traktor albatta 70-76 qatoriga tushadi. 76-90 qator orasiga bemalol tushadi. 76-90. 76-90 ga kelib bemalol tushadi. Buni yana regulirovka qilsa ham bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ko'plab akalarimiz buni ustki balon taqishim kerak yoki diskasini almashtirishim kerak deydi. Yo'q, mana diskani o'zidan teskari qilib yoki balonlarni teskari qilib tushiryapti. O'zbekistonlik akalarimiz, fermer akalarimizni uddalab bo'lmaydigan, o'zi ayniqsa texnika sohasida, traktor sohasida uddalab bo'lmaydigan ishlari yo'q. Bemalol buni tushirib olishadi.
Oldi toshlari ham bor, ko'rib turganingizdek. Albatta Ulug'bek, bu Yuto traktorlarimizda eng yutuq taraflaridan biri deyarli mini traktorlariga ham oldiga tosh bilan kelyapti. Bu traktorimizda 40 kilodan ortiqda общий plankalari bilan 300 kilo toshimiz bor. 300 kilo degani traktor og'ir narsali, og'ir agregatlar ko'targanda ham oldi ko'tarilib ketmaydi. Buni yaxshi tarafi yana orqa naviska, orqa balonda ham ko'rishingiz mumkin 50 kilodan ikkita 100 kilo toshi bor. Bu degani loyli joylarda ham botib qolmaydi traktorimiz. Balonlari ham oddiy balon emas, Advance'dan qo'yilgan yumshoq balon. O'zbekiston sharoitiga moslab maxsus zakaz berib kelgan. Endi salon qismiga o'tamiz aka. Albatta salon qismini ham bitta to'xtalib, ovozlarini ham bitta eshittirib o'tamiz. Traktorimizga o'zi ishingiz bilan u boshqacha atmosferada bu. Yuto yangi avlod, yangi traktorlarimiz. Xuddi shunaqa Yuto 904 modelda ham zadniy kameralari, qo'shimcha ventilator, magnitola, konditsionerlarimiz ham bor. Yana buni yaxshi taraflaridan lyuk ham bor. Tepada o'sha katta bolalarning traktorlaridan bu. Oldiga mana ularni ham ko'rishingiz mumkin. Traktorimiz 30 gacha tezlanishga chiqadi. Datchiklari hammasi ishlab turibdi. 904 traktorimizda yana to'xtalib o'tishimiz kerak. Zavod bo'lishlari albatta bittada zavodi bo'ladi o'zi. Yuto traktorlari hammasi shunaqa ovozlaridan. Bu traktorimizda reversli hisoblanadi. Oldiga, orqaga bitta skorslari bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu elektrochas gidravlika qismlari ulaydigan orqa naviska, ko'tarib tushiradigan joylar, skorslari 3 xil rejimda, toshbaqa quyon va ishchi rejimda 3 xil rejimda traktorimiz yuradi. Qo'shimcha yana akalarga bar qismlari bu qo'shimcha yana passajir deydimi? Passajir o'tiradigan joylari ham bor. Bu yerda suv qo'yib bemalol o'tiradigan joylari bor. Zadniy kameralari orqani kechqurun ko'rishga yordam beradi. Traktorlarimiz hozir bitta haydab test drive ko'ramiz. Mana akalar, 904 salonni sizlar ko'rdinglar. Bemalol shubhasiz ikkilanmasdan Yuto traktorlarini xarid qilishingiz mumkin. Va albatta akalar, qaysi model sizga qiziq bo'lgan bo'lsa yoki xarid qilmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, izohlarda yozib keting va biz o'sha traktorni batafsil obzorini qilib berib, sizlarga ma'lumotlarni yetkazib beramiz Abbos aka bilan birga. Va kommentariyaga qaysi traktor qiziq bo'lsa, o'shani ham yozib ketsin Ulug'bek. Narxlari bilan ham birdaniga tanishtirib o'tamiz. Narxlari, lizing, olish, xarid qilish usullari bilan ham tanishtirib ketamiz. Orqa naviskasini ham bitta ko'rsatmasak bo'lmaydi. Bu orqa naviskamiz 904 modelimiz. Qo'shimcha yana ikkitalik silindr. Bu pomocnik yordamchi silindrimiz bo'ladi. Ichida ham katta silindri bor. Ichki bartovi, elektrochas gidravlika qismlari bemalol hozirgi zamonaviy agregatlarga bemalol tushadi. Buni videolarini ko'rdik. 904 traktorimiz 90 kuchi, 67 kilovat, 3 metrlik lazerlar bemalol tortib yuribdi. 3 metrlik lazerlarni mana Buxoroda o'zimiz ham kuni kecha borib ko'rib keldik. 904 traktor. Va albatta bizni ijtimoiy tarmoqlarimizda kuzating. Instagramimizda va albatta Telegramimizda ish jarayonlari polностью ko'rsatilib ketgan. Ish jarayonlari hammasi qo'yilib borilyapti. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu traktorimizga orqa naviskasi 2,5 tonnagacha bo'lgan agregatlarni bemalol ishlata oladi. 2,5 tonna degani uncha agregatlar hozirgi kunda uncha chiqmaydi. Bemalol ishlata oladi. Bu traktorimizdan o'sha gidrobachok, o'sha moy, korobka, gidrobachok qismlari, orqa naviska alohida ishlab chiqarilgan. Bir-biriga moy aralashib ketmasligi uchun. Apparat qismlari ham oddiy apparat. Yaxshi salarkadan va yaxshi filtrlarni vaqtida almashtirib yursa, anchagina bu xizmat qilib beradi. Narxiga to'xtatib keladigan bo'lsak, albatta ki shu video o'z fermalarimiz uchun narx bo'yicha ham qiziq. Narxini aytib ketasiz. Hozirgi kunda traktor Boruzda 904 modeli 360 million so'm. Va albatta naqdga olishsa o'tib ketadigan joylari bor. Naqdga olsa bonuslari, bundan tashqari yana skidkalari ham bor.
Agar yo'q, men lizing asosida xarid qilmoqchiman desa, boshlang'ich 25% bilan 1 yildan 3 yilgacha to'lov grafiklari 6 oyda bir qilib chiqarib beramiz. Batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing yoki kommentariyaga Yoto so'zini yozib qoldiring. Biz albatta siz bilan bog'lanamiz. Albatta akalar, showroomimizga tashrif buyursangiz, Abbos aka o'zlari mana 24/7 xizmat. 24/7 xizmatdamiz. Biz akalarimiz uchun doim xizmatdamiz. Xizmatdamiz xalqimiz uchun. Xalqimiz uchun. Xudo xolisa hammasini chiroyli qilib berib, grafiklarni ham. Unda bitta haydab ko'raylik. Bo'ldi aka, bitta tezroq qilib bering endi. Bitta test drive O'shanga qilib va chaqqonligini ham bitta o'lchab anaqa qilib ko'raylik. O'zimiz ko'rsatib ketamiz. O'zimiz ko'rsatib ketamiz. Katta bo'ladi. Bu 804 traktorimizni komandirovkaga borganimizda o'sha samarqandlik akalar, Qashqadaryoda yana Hasan tog'amizga gap bo'lishi mumkin emas. Ana u qariq ochadigandan ko'tarib yurdi. Altaylar tortadigan traktorda 804 traktorimiz ishlatib yurdi. Buni endi bir o'zimiz ham test drive qilib ko'raylik. Ovozlari bitta-da uni YouTube. Emotsiya bomba, bunaqangi komfort, chaqqonlik, qulaylik boshqa traktorlarda bilmadim bor-ku. Yevro standartlarga javob beradigan Yuto traktorlarimiz 804 va 904 traktorlarimizni batafsil avzori sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni, do'stlaringizga ulashishni va bizga obuna bo'lishni unutmang. Albatta bizga obuna bo'ling va quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing. Abbos aka va bizning kol markazimiz sizga batafsil ma'lumot berib, xizmat ko'rsatib berishadi. Albatta. Traktor bozoriga tashrif buyuring. Biz sizlarni kutib qolamiz. Keyingi mijozimiz albatta siz bo'lishingiz mumkin.